Balonlar tinchlikmi? Bugungi o'tgan darsimiz bo'lsa, qitiq bulka, yana naylo bulka. Buning ketarlik material bo'lsa 3 kilo un, 600 gram shakar, 15 gram tuz, 15 gram poda, 15 gram qiylanchi, 4 tal tuxum, 1 kilo 200 gram su, 30 gram ichtuqu, 150 gram seriq may ketdi. Buniki ishlash bosqichi bo'lsa, mushu seriq maydan boshqa barliq xuruchlarni xo'menchida sug'urib olamiz. Sug'urga holatni göstereyim. Kilo 200 gram suni berdim. Yana biza su basam tutgan mening unum bek su qolaydi emas. Men yana 50 gram su beraman. İçiga oldigan xuruchimiz bo'lsa, bunday kastan suyanay. Kastan suyanay bo'lmay qolsa, quyuq murabbalarni olsak bo'ldi. Men bugun mal kastan suyanay oldim. Bunu gelip bu xemirimiz siliqi sınğandan keyin, qabarğandan keyin tuxumning oqsiliqini optam aralashtirib, buni yuz qismini surkab, kunchi chichib, duxovka pishirsak bo'ldi. Men xemirning shuğurg'altini, pishqanini olib ko'rsay. Bo'lib bo'ldi. Men bu endi seriq mayni berib, xemir pishirib olib ko'rsay. Menning pishqaltini mana bunday qilsalamış popodan muşta bu vaqtda pishqalti bo'ldi. Men bir plan bo'lgandan keyin biza qilmashmay qoldi, müşta bo'ldi. Buni har birisini 60 gramdan suv qilib, uni endi buni nefis yeb o'tirga nayla olamiz. Men shu suv qilib olgan gösterayga. 60 gramdan üstü müşta suv oldim. Suv qolgandan keyin ondan bunday shaklda yeb, buni yeb bo'lgandan keyin bundan o'tirgan bunday kastan suyanayni surkildim. Bir quruq filtrdek verdim buna hamisiga. Bundan buni bir qatlab miyani bir bisitib, ondan buni yumultib, malat keltiramiz. O'shalardikini ondan biz buni miyaga tizib, fashaning o'tini oshmay qapartimiz. Qapargandan keyin ondan uning yuz qismiga tuxumning oq seriqini surkab, kunchi chichib, duxovkaning gradus bo'lsa 190, to'pi 200 da pishsa 10 minutdan 15 minutgacha pishib chiqadi. Men zertini tuxumni oq seriq bilan surkab, kunchi chichib, duxovka soldim.